Mo'jizalarga ishonmasangiz, albatta buni ko'ring. Hammaga salom. Mark Twain e'tirof etadiki, aslida haqiqat xayolotga qaraganda asovroq, chunki xayolot ishonchlilik chegarasida qolishi kerak. Lekin haqiqat bunga muhtoj emas. Uning fikrlariga qo'shilmaslik qiyin. Ehtimol bugun aql bovar qilmasdek ko'ringan narsalar ertaga odatiy holga aylanib qolar. Xuddi barchamizni zeriktirgan Snickers reklamasi kabi. Lekin hozircha mavhumlik bilan to'qnashuv, vahima va titroqdan boshqa hech narsa keltirmaydi. Bizning bugungi hikoyamiz aynan shunday holatlar haqida bo'ladi. Demak, qulay va orqaroq o'tirib oling. Tagliklarning yangi paketini ochamiz va sodir bo'lgan voqea aslida nima ekani haqidagi o'z farazlarimizni ilgari suramiz. Salom do'stim. Men o'sha har kuni yangi video taqdim qiladigan ekspertman. Sening har bir izohingni o'qib, senga yoqadigan mavzularda roliklar tayyorlashga harakat qilaman. Ishon, video ostida bildirilgan hech bir fikrni e'tiborsiz qoldirmayman. Ammo so'nggi vaqtlarda YouTube'ning qat'iy qoidalari, ya'ni qonli, zo'ravonlik aks etgan yoki insonning ruhiyatiga salbiy ta'sir qiluvchi kadrlarni bu yerga joylab bo'lmasligi mening ishimga oz bo'lsa-da xalaqit beryapti. Men atay sen uchun Expert Media ilovasini yaratdim. Ilovada shu kungacha e'lon qilinganlar bilan birga YouTube qabul qilmagan va hech qayerda ko'rsatilmagan minglab eksklyuziv videolar mavjud. Yana har kuni uni to'ldirishda davom etyapman. Tez orada premium videolar, qiziqarli seriallar va eng oxirgi filmlarni ham sof o'zbek tilida, dublyaj san'atining yorqin namoyandalari ishtirokida ko'rish imkoni yaratiladi. Hoziroq pastdagi havola yordamida ilovani bepul yuklab ol va jamoamiz qilayotgan barcha yangiliklardan xabardor bo'lib tur. Yodingda tut. Expert Media bu shunchaki YouTube'dagi kanal emas. Bu sen tasavvur qilgandan-da kattaroq loyiha. 10,000 volt. 2015-yilning bahorida AQShning Ohio shtati Columbus shahrida pastor John Boston bilan g'aroyib voqea yuz berdi. John o'z mashinasida aeroportga ketayotgan edi, lekin kutilmaganda deyarli bo'm-bo'sh joyda yo'lni bir mashina kesib o'tdi. John to'qnashuvning oldini olish maqsadida jon holatda rulni burdi va yo'l chetiga chiqib ketib, yuqori voltli liniya ustuniga kelib urildi. Zarba unchalik kuchli bo'lmasa-da, 10,000 voltli tokni ushlab turgan qurilma sinib, mashinaning tomiga qulaydi. Kuchli elektr oqimi ta'sirida g'ildiraklar rezinasi, metal korpus va old oyna eriy boshladi. John xavfsizlik kamariga tiqilib qolgani tufayli eshikni ochishning ilojini topa olmadi. Shunday murakkab vaziyatda mashinaga yaqinlashayotgan ozg'in daydiga ko'zi tushdi. U yetib kelib, hech qanday qiyinchiliksiz erib ketgan eshik tutqichini ochdi. Jonni ko'tarib, mashinadan sudrab olib chiqdi va bir necha metr nariga olib borib qo'ydi. Shu payt avtomobil alanga olib portlab ketadi. Notanish kishi o'zini Johnny deb tanishtirib, tez orada o't o'chirish brigadasi va politsiya yetib kelishini, shuning uchun bu yerda qola olmasligini aytdi va ko'zdan g'oyib bo'ldi. Bir necha oy o'tgach, John kasalxonadan chiqdi. O't o'chirish brigadasi faxriysi esa mo'jizalarga ishona boshlaganini aytib, farishtalar har doim ham oppoq va qanotli bo'lavermasligini tushunganini tan oldi. Chunki 10,000 volt kuchlanish ostida mashinaning tutqichini ushlab turish bu xuddi elektr stulda o'tirish bilan bir xil, balki Hancock haqiqatdan ham mavjuddir. Sershovqin mehmon. Kuzatuv kamerasi tomonidan yozib olingan ushbu videodagi voqealar Malayziyadagi bir mehmonxonada sodir bo'lgan. Yosh xodima nimadandir xafa tarzda bo'sh xonalardan birida o'tirardi va mobil telefoni orqali kim bilandir bog'lanishga harakat qilardi. Ammo keyin sodir bo'lgan voqeani har qanday mantiq qolipiga singdirish yoki oldindan o'ylangan reja deb qabul qilish juda qiyin. Qizdan sal narida orqaroqda turgan stul to'satdan va keskin tarzda deyarli 1 metr siljib,
qahramonimizni hayratdan ortga qarab sapchishga majbur qildi. Boyaqish sirpanib borib, polga o'tirib qoldi, lekin tezda o'zini qo'lga olishga harakat qilib, o'rnidan turdi va chiqish eshigi tomon yo'naldi. Shu payt o'sha ko'rinmas kimdir ikkita katta stol va bir nechta stullarni xuddi pat kabi uloqtirib yuborib, eshikni to'sib qo'yadi. Hoynahoy bu kimdir tunning qolgan qismini go'zal xonim bilan birga o'tkazishga qaror qilgandi. Ha, bu arvoh biroz yovvoyi ekan, lekin tan olamiz, baribir yoqimtoy. Bulut odam. 2016-yilning yanvar oyida 30 yoshli dasturchi Nick O'Donohue hayratlanarli hodisaning guvohi bo'ldi. 9000 metrdan oshiq balandlikda u illyuminator oynasi orqali bulutlar ustida go'yo yerda yurgandek ketayotgan ulkan odamsimon gavdali sharpani ko'rdi. Fotosuratlar ilova qilingan batafsil maqola 18-yanvar kuni Daily Mail nashrida paydo bo'ldi. Sog'lom fikrlovchi va aqli raso Nick ko'rganlari gallyutsinatsiya emasligiga ishonch hosil qilishga qaror qildi. Yonimda o'tirgan xonimdan g'ayrioddiy hech narsa ko'rmayapsizmi deb so'radim. U esa oynadan tashqariga qarab hayratdan qotib qoldi. Keyin men kameramni oldim va samolyot asta-sekin uning yonidan o'tib ketayotganda bir nechta marta suratga oldim. Butun jarayon taxminan 2 daqiqa davom etdi va bu vaqt davomida sayr qilib yurgan sharpani bemalol kuzatish mumkin bo'ldi. 2 oyoqli bahaybat figura o'zidan aniq-tiniq soya qoldirgancha bulutlar ustida asta-sekin harakatlanardi. Saytdagi ba'zi odamlar yerdagi ulkan mo'rilardan taralayotgan issiqlik bulut qatlamini teshib o'tganini taxmin qilishadi. Lekin menimcha bunday emas. Chunki bulutlar juda zich edi. Men ularni yaxshiroq tushunadigan mutaxassislarning fikrini bilmoqchiman deya izoh berdi Nick. Kondagi sharpa. 2013-yil iyul oyida AQShning Nevada shtatilik konchi Billy bilan haqiqatdan ham unutilmas uchrashuv sodir bo'ldi. Billy yuzlab tashlandiq konlarga tashrif buyurgan, lekin uni har doim Amerikadagi eng qadimiy konlardan biri 1800-yilda asos solingan tashlandiq Horton koni alohida qiziqtirgan. Keyinchalik Billy tan olganidek, bu uning hayotidagi noto'g'ri qarorlardan biri bo'lgan ekan. Xo'sh, nima deyishim mumkin? Bir qarashda hech qanday noodatilik yo'q. Hamma narsa 200 yil oldin qanday bo'lsa, shundayligicha ko'rinadi. Xullas, keling, Billy bilan birga barchasini o'z ko'zimiz bilan ko'raylik. Mana bunisi juda qiziq. 30 metr ichkaridagi bu dahshatli attraksionga e'tibor qarating. Ortga qaytish kerak degan qarorga keldi Billy va biz albatta uning fikriga qo'shilamiz. Billy nega bu ishni takrorlab ko'rmoqchi bo'lganining sababi bizga noma'lum. Shov-shuvdan quruq qolgan obunachilarning noroziligimi yoki shaxsiy hissiyotlari? Nima bo'lganda ham u chaqilmas yong'oq bo'lib chiqdi va baribir bu qo'rqinchli maskanning oxirigacha borishi kerakligini angladi. Oradan bir yil o'tib, 2014-yilning iyun oyida Billy bir juft kattalar tagligini ko'targancha Horton konining dumaloq eshigi oldida hozir bo'ldi. Kamerani sozladi va ichkariga ravona bo'ldi. Bir yil davomida zanjirlar soni kamayib qolmabdi. O'pirilishning oldini oluvchi xavfsizlik zanjiri holatini tekshirdi. Yillar o'z ishini qilibdi, endi uni yo'q deb hisoblasa ham bo'lar ekan. Hosil bo'lgan chuqur botqoqlik esa harakat qilishni qiyinlashtiryapti. Ko'rinib turibdiki, u hali hamon ortga qaytishni xohlamoqda, ammo qaror qabul qilib bo'lingandi. Bu safar tunnelning 300 metr chuqurlikdagi suv bosgan qismini bosib o'tishga muvaffaq bo'ldi. Shaxta bo'ylab qisqa video sayohat va there's the ore pass with all the cascading water and what the fuck is that? Nimalar bo'lyapti o'zi? Suvning to'kilayotgan ovozi fonida qorovul ayol, konchilar va ishlayotgan mashinalarning shovqini aniq eshitilyapti. Aftidan bu safar kon arvohi butun boshli namoyish tayyorlab qo'ygan ekan. Tabiiyki,
unga professional sovg'a uchun minnatdorchilik bildirgan qiziquvchan Billi chiqish eshigi tomon ravona bo'ldi. Yo'l-yo'lakay o'ziga va obunachilarga hech qachon bu yerlarga qaytmaslikka va'da berdi. La'natlangan do'kon. Yovuz ruh qanday ko'rinishga ega bo'lishi haqida biz kitoblar, filmlar va guvohlarning hikoyalaridan eshitib bilganmiz. Ammo hech birimiz oddiy supermarketda yovuzlikning timsoli bo'lgan ruh bilan yorqin va unutilmas uchrashuv sodir bo'lishi mumkinligini tasavvur ham qilmagan bo'lsak kerak. Binobarin, Xitoy do'konlaridan biriga tashrif buyuruvchilar bilan aynan shunday voqea sodir bo'ldi. Yana kuppa kunduzi. Mana bu qiz bee'tibor emasligini namoyish qilmoqchi edi, ammo shovqin tasodifiy guvohlarni o'ziga tortdi. Taxminan 20 yoshli sportchi yigit mohirona hiyla nayranglarni amalga oshirayotgan paytida qarama-qarshi tomondagi tokcha tomon itqitib tashlanganidan so'ng vaziyat nihoyat nazorat ostiga olindi. Natijada bir necha daqiqa davom etgan og'ir kurashdan so'ng jabrlanuvchi o'ziga keldi, tinchlandi va do'kondan olib chiqildi. Bo'lishi mumkin emas. Ha do'stlar, siz ko'rayotgan tasvir hech qanaqasiga montaj bo'lishi mumkin emas. Ushbu aql bovar qilmas lavha bir nechta kuzatuv kameralarida turli burchaklardan tasvirga olingan. Bundan tashqari, soxtaliklarni fosh qilish ishtiyoqi bilan mashhur bo'lgan Britaniyaning Daily Mail tabloidi bularning bari haqiqiy ekanini tasdiqladi. Braziliyaning Anapolisida istiqomat qiluvchi buvi va nabira bu kunni butun umrga eslab qoladi. Agar ular Allohga va uning farishtalariga ishonsalar, bundan keyin iymonlari yanada mustahkamlanganiga shubha yo'q. Haqiqatdan ham biz hozir ko'rayotgan hodisani mo'jizadan boshqa narsa deb atash mumkin emas. Barcha yo'l harakat qoidalarini buzayotgan buvi va uning nabirasi asta-sekin ko'chani diagonal tarzda kesib o'tishyapti. Shu paytda ularning ko'z o'ngida avtohalokat sodir bo'ladi va ikkalasi ham bir necha bor o'zlariga eng yaqin bo'lgan mashina g'ildiraklari tagida qolib ketishadi. To'qnashuvning keskinligiga e'tibor bering va endi yakunga e'tibor bering. Bu yerda ortiqcha sharhga hojat yo'q. Qanday qilib bunday bo'lishi mumkin? Agar sizda bu borada fikrlar bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Benivey Showsi. Ushbu video 2010-yilda Benivey 2 nikli foydalanuvchi tomonidan yuklangan va unga jami 1000 dan ortiq sharh yozilgan. Bunday qizg'in munozaraga nima sabab bo'lgandi? O'quv videosining ilk soniyalarida boshlovchi sizga o'z maslahatlarini bera boshlaydi. Zero Beniveyning kanali aynan shunga ixtisoslashgandi. Ammo 15-soniyasida biz orqa fondagi javonlardan birining eshigi qanday qilib ohista ochilib, shu holatda qolib ketganini ko'ramiz. Yigit buni sezmaydi va darsni davom ettiradi. Ehtimol bir xillikdan zerikkan sharpa o'zini yana eslatib qo'yishga qaror qiladi. Oradan taxminan 1 daqiqa o'tganidan so'ng javon eshigi shovqin chiqarib yopiladi va nihoyat blogerning e'tiborini o'ziga qaratadi. Foydalanuvchilarning Benivey Showsini haqqoniyligi borasidagi fikrlari ikkiga ajraldi. Ba'zilarning fikricha, kamera Beniveyning o'zini suratga olish uchun emas, balki fonga qarab o'rnatilgan. Javon eshigi ingichka ip yordamida qo'shni xonadan turib boshqarilgan. Boshqalarning esa bu hodisada poltergeistning qo'li borligiga ishonchlari komil. Yana ta'kidlashlaricha, yigitchaning omadi chopibdi. Zero bu vaziyatda har qanday ko'ngilsizlik sodir bo'lishi mumkin ekan. Kadr ortida soxta ehtiroslarni haqiqiylardan ajratish san'atida hushyorlikni yo'qotmaslik uchun sizga biroz ko'ngil yozishni va telekinezu poltergeistlar anchadan beri tildan tushmayotgan New Yorkdagi bir kafe ishchilarining hazillariga baho berishga taklif qilamiz. Tushunganingizdek, ular birinchi ham, oxirgi ham emaslar. Shu bilan tamom. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, like va repostlaringiz uchun minnatdor bo'lamiz. Tez orada yana ko'rishguncha.